Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Xursand bo'ldim. Chunki o'sha Samarqand desa, Samarqandning madaniyati desa shunday markazi men tayyorda bo'laman. Chunki eng zo'r ijodkorlar, eng zo'r shoirlar, hofizlar shu tayyordan chiqqan. Shulardan yana bittasi mana Otaxon aka Isomiddinov, yaxshi do'stimiz, yaxshi hamkasbimiz. Ilohim ishlaringizga rivoj bersin. Bundan katta konsertlar berish nasibini o'zi aylasin. Xursand bo'layapman, mana ijodkor bolalar, sozandalar, raqqosalarni ko'rib, mana shu markazga kelganimda Toshkentga kelgan filarmoniyalar, raqqosa, sozandalar kelganda xuddi shunaqa muhit bo'lardi, shunaqa nimani berishardi. Taassurotda bugun mana o'zimizni tayyorda ijodkorlar ham xuddi shunaqa muhit beryapti. Xursandman, qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun rahmat, baraka topinglar. Rahmat. Viloyat madaniyat va san'at sohasida rivojlantirishda o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotganligi, ko'p yillik samarali mehnati, tashabbuskorligi, fidoyiligi uchun Tayloq tuman madaniyat bo'limi boshlig'i Isomiddinov Otaxon Mehrojovich tashakkurnoma bilan taqdirlandi. Moragiz. Eliyor efendim, Eliyor. Avvalambor, assalomu alaykum aziz mehmonlar, hoji otalar, hoji onalar. Mana boshqaruvimiz, boshliq birinchi o'rinbosarlar, shogirdimiz domla Xumeyning aziz izdoshlari. Qolaversa, Sirojiddinov Rasulullohdan boshlig'imiz yaxshi tabriklar. Tayloqdagi san'atning o'rni men doim aytib kelganman, yoshligimni hozirgacha aytaman, yuksalganda Tayloqda o'zining o'rni bor. Tayloqdagi san'atkorlar viloyat biron tumanida yo'q. Men ishonch bilan aytaman. Shuning uchun mana Otaxon davom etgan, bundan oldin davom etgan konsertlar yana davom etsin. Bu konsertlar bardam bo'lsin. Fakat Tayloq tumanida sahnasida emas, qolaversa respublikadan juda kutib qolardik sanaga. Rahmat, ovozingizga ijod. Otaxon akamiz Isomiddinov bugungi bayram, bugungi mana shunday katta konsert bilan chin yurakdan tabriklayman, chunki yakkaxon konsertlarni birinchi qadam qo'yishlari bardavom bo'lsin deyman. Har yili shunday konsert berish sizga nasib aylasin deyman. Shaxsan o'zim nomimdan va Tayloq tuman madaniyat bo'limi nomidan, barcha xodimlarimiz nomidan sizga mustahkam sog'lik tilaymiz. Avvalambor sog'lik tilaymiz. Sog' bo'lsangiz, boshqa hamma narsa topiladi. Va mana shu yerda kelib o'tirgan, mehmonlar ichida o'tirgan, sizni dunyoga keltirgan otangizga, onangizga ta'zim qilamiz, katta rahmat deymiz. Mana shunday o'g'lonni sizlar bizlar uchun dunyoga olib kelgansizlar. Rahmat deymiz sizlarga. Tabriklaymiz. Davom bo'lsin. Avvalambor nazariga ketmay turing. Hozir juda ham hayajondaman. Ustozim bo'laylar u kishi. Hazal Sirojiddinov Jamolovich. Uzoq yillar birga ishladik. Mana hozirgi kunda mana shu ish usullarini o'rganib, shu kunlarda mana men ham ta'kid qilyapman, shu yaxshi olib borishga ishlardi. Va ulug' ustozlarim hozir mana shuga chiqqan. Ziyodulloh hoji bobom, Bahodir Sirojiddinov tambur taxallusi bilan ijod qilayotgan ustozlar yerga mana shu ulug' insonlarni ichiga ishlayapman. Shu kishilardan har tomonlama o'rganayotgan kerak narsalarimiz haddan ko'p. Borliklaringizga shukur. Yulduz opajonim, bu insonni til bilan tushuntirib bo'lmaydi qanaqa buyuk insonlar.